هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Anfal tefsiri 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-Anfal suresi tefsiriden 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, bilinglar ki sizlar algan ganimetning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrobalarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib haq bilan nahaq ayrılgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bendimizga, ya'ni Muhammad alayhisalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Urush orqali ilingan g'animat va urushsiz ilingan g'animatning hukmi to'g'risida. Bu ayette Allah Teala ilgir o'tgan boshqa ummatlarga qaraganda eng sharafli bo'lgan bu ummatga xos qilib bergan g'animatlarni halol qilib berishdan iborat hukmini yo'lga qo'yganligini tafsili bayon qilib berdi. Urush orqali ilingan g'animat deganimiz jang qilish orqali kofirlardan qo'lga tushirgan mol-mulkdir. Urushsiz ilingan g'animat deganimiz sulhi orqali qo'lga keltirilgan yoki egisi vafot bo'lib ketib varissiz qolgan mol-mulklar, jizyalar, xirojlar va shuningga o'xshagan mol-mulklardir. Ey mu'minlar, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrobalariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Bu ayet ganimet az bolsun yoki ko'p bo'lsin, taki yib yenginigacha hammani 5ga bo'lishni ta'kidlaydi. Alloh taolo mundaq deydi: kimiki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gejgisiga ortilgan holda keladi. Her kişinin kılgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo berildi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Zahhak İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom urushga qo'shin avatsa va urushda g'animat olsa, bu g'animatni 5ga bo'latdi. Ondan 5ning birini yani 5ga bölüp ayette tilg'i ilingan 5 türlü kişilerge taqitib beretti. Andın İbn Abbas radıyallahu anhuma: ey mu'minler, bilinglar ki sizlar algan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrobalarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir degan oyatni o'qidi va Alloh taologa berilgan ulush bilan payg'ambar alayhissalom berilgan ulush qo'shilib bir ulush hisoblandı dedi. İbrahim Naxai, Hasan ibn Muhammad, Hasan Basri, Şa'bi, Ata ibn Abu Raja, Abdullah ibn Burayd, Qatada, Mughira ve bir qancha kishilarmu Alloh taoloning ulushi bilan payg'ambar alayhissalomning ulushi bir ulush hisoblandı dedi.
Buni İmam Abu Bakr Bayhaqi Balqaynlik bir odamdan rivoyat qilgan bu hadisni kuchlantirdi. U odam mundaq deydi: men payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelsam, u Makka jilg'illaridan birida ot choptirayotgan ekan. Men: ey Allohning payg'ambari, g'animat haqida nima deysan dedim. U: 5dan biri Alloh uchundir, 5dan 4i askarlar uchundir dedi. Men: g'animat bir odamdan yana bir odamga ortiq berilamdi dedim. U: yo'q, g'animat sen yeningdan chiqaradigan mol emas. Sening bir musulmon qarindishingdan ortiq g'animat elishga hech haqqing yo'q dedi. İmam Ahmad Miqdad ibn Ma'di Karib Kennedy'den mundaq rivoyat qiladi. Miqdad Ubada ibn Samit, Abu Darda ve Haris ibn Muaviye Kennedy radıyallahu anhumlar bilen birlikte o'ltirib Peygamber aleyhisselamның bir hadisini muzokara qilishdi. Abu Darda Ubadiga: ey Ubada, Peygamber aleyhisselam palani g'azotlarda elingan g'animatlarning 5dan biri haqida nima degan edi dedi. Ubada mundaq dedi: shak shubhisizki Peygamber aleyhisselam ma'lum bir g'azotda sahobalar bilan g'animat elingan bir to'gining qishida namoz o'qidi. Namozdan salom berib, o'rnidan turib, to'gining shaq-shiqi orasidan tuk elib mundaq dedi: shak shubhisizki mushinchilik narsimu sizlarning g'animatinglardan hisoblandi. Uningda sizlarga o'xshashlar meningmi bir o'lish haqqim bor. G'animatning 5dan biri buning sirtida. Bu 5dan birimi oxiri hisobda sizlarga qaytarildi. G'animatdan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, yip yenglig'icha hammani topshiringlar. Uningga xiyonat qilmanglar. Xiyonat haqiqatan o'tdir. Uni elib olish dunyo va oxiratda nomusli qishdir. Alloh taolo yo'lida yiroq yaqin dushmanlarga qarshi jihad qilinglar. Alloh yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmanglar. Muqim to'g'anda bo'lsin yoki safarda bo'lsin, Alloh taoloning belgilamalariga amal qilinglar. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Jihad qilish haqiqatan jannat darvozalaridan katta bir darvozadir. Allah jihad orqali mu'minlarni g'am va qayg'udan qutqizadi. Bu hadisning mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Bu hadisni sahih deb qaralgan 6 hadis kitobning avtorlari rivoyat qilmagan. Bu hadisning mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Bu hadisni sahih deb qaralgan 6 hadis kitobining avtorlari rivoyat qilmagan. Lekin Imom Ahmad, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Abdullah ibn Amrdan Peygamber aleyhisselamның mushu mazmun, ya'ni g'animatning 5dan biri haqida va uningga xiyonat qilishdan to'sqanligi haqida so'zlagan hadisini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam o'zi uchun g'animatlardan qo'l yoki didak yoki ot yoki qilich va yoki shuningga o'xshagan mol mulkdan bir o'lish narsani tanlab olish haqqi bor edi. Bu haqda Muhammad ibn Sirin ve Amir Shu'bi qatorliqlar shundoq deb ko'rsatdi. Ularning bu qarshiga ko'p sondagi olimlar ergashdi. İmam Ahmad ve Tirmizi İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam Zulfiqar degan qilichi Peygamber aleyhisselam Zulfiqar degan qilichi Badri urushi bo'lgan kuni elingan g'animatdan tanlab olingan edi.
u bu qilich haqida Uhud urushi bo'lgan kuni tush ko'rgan. Abu Davud Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Safiya Payg'ambar alayhisalomning g'animatdan tanlab olgan ayolidir. Payg'ambar alayhisalomning urug' tuqqanlariga berilgan bir ulush g'animat Hoshim jamoatiga va Mutallib jamoatiga berildi. Chunki Mutallib jamoatikilar jahiliyat davrida va islomning dastlabki davrida Hoshim jamoatiga yordam bergan Qurayshlar Payg'ambar alayhisalomga embargo yurgizgan chaqda uni qo'g'dash uchun ular Hoshim jamoati bilan Payg'ambar alayhisalom ma'lum bir jilg'iga birlikda borgan. Ulardan musulmon bo'lganlar u jilg'iga Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilib borgan. Kafir bo'lganlari urug' tuqqanlarini qo'g'dash va Payg'ambar alayhisalomning tog'asi Abu Talibga bo'ysunish yuzidan borgan. Yetimlarga, ya'ni musulmonlarning yetim yesirlar ko'z tutildi. Miskinlarga, ya'ni kundilik hojatlarini va turalg'i joylarini qamdiyollaydigan kishilar ko'z tutildi. Ibn Sabillarga, ya'ni safar qiluvchi yoki namoz qasr qilib o'qiladigan yiroqlikdagi yerga safar qilmoqchi bo'lgan, lekin shu safarda ishlatadigan pul meli qolmagan kishilar ko'z tutildi. Bu vaqtda Alloh xolisa sura Tavbadagi sadaqa beriladigan kishilar bayon qilingan oyatning tafsirida tafsili to'xtalamiz. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nohaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bendimizga, ya'ni Muhammad alayhisalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa, oxirat kuniga va Alloh taolo payg'ambariga nozil qilgan narsalarga ishonsanglar, biz sizlarga belgilab bergan g'animatlarning 5dan biri haqidagi hukmga ching yepishinglar. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhisalomning Abduqays elchilariga mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarni 4 ishni qilishga buyurayman va 4 ishni qilishdan to'saman. Men sizlarni Alloh taologa iymon etishga buyurayman. Alloh taologa iymon etishning nima ekanligini bilamsizlar? U bo'lsa Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish va urushlarda ilingan g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishdan iboratdir. Bu hadisda Payg'ambar alayhisalom g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon qatorida sanadi. Imom Buxoriy g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon etishning qatoridan sanab Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu hadisni rivoyat qilgan. Mazkur oyatda Alloh taolaning Badr urushi orqali haq bilan botilning orasini ayirganligidan iborat bandalarga ato qilgan ne'matlarini va yaxshiliklarini bayon qiladi. Allah u kunni haq bilan nohaqni ayiradigan kun deb atadi. Chunki Allah u kunda iymon kalimasi bilan botil dinlarning ustidan ustunlikka erishtirdi. Payg'ambar va mu'minlarga yordam berib, o'z dinini g'alabaga erishtirdi. Ali ibn Abu Talha Avfidan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kun haq bilan nohaqni ayiradigan kun deb ataldi. Chunki Alloh taolo bu kunda haq bilan botilni ayirdi. Mujahid, Muqsim, Ubayda ibn Abdullah, Zahhak, Qatada, Muqatil ibn Hayyan va bir qancha kishilarmi Badr urushi bo'lgan kunni haq bilan nohaq ayrilgan kundir dedi.
Öz vaqtida sizlar Vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular Vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövüninglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning mundaq qilishi halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun edi. Allah bendilerinin sözlerini elbette anlap durgucudur, niyetlerini bilip durgucudur. Bedir uruşunun tefsilatları doğrusunda. Allah Teala hak bilen nahak ayrılgan bu günden haber verip mındaqdaydı. Öz vaxtıda sizler Vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Yani Madinaga yaqin tarafga tushkun qildinglar. Ular Vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Ya'ni mushriklar Madinadan yiroq Makkaga yaqin tarafida tushkun qildi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövüninglarda edi. Ya'ni Abu Sufyan boshchiligidagi savdo karvoni dengiz qirg'i tarafga yaqin edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buning xiloflik qilgan bo'lardinglar. Muhammad ibn Ishaq, Yahya ibn Ubada ibn Abdullahning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar sizlar mushriklar bilan shu joyda uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, ondan sizlarga ularning sonining ko'p, sizlarning soninglarning oz ekanligining xabari yetib kelsa, sizlar uning bilan sizlar ular bilan uchrashmaydinglar. Lekin Allah bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Ya'ni Allah öz qudrati bilan islomni va musulmonlarni aziz qilish, shirkni va mushriklarni sizlarning kuchinglarsiz xor qilishni amalga oshirishdan iboratdir. Allah Teala mu'minlarga mehr shafqat qilib, iroda qilgan ishni amalga oshirdi. Ka'b ibn Malik mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom va musulmonlar faqat Qurayshning savdo karvonini ko'zlab yo'lga chiqqan edi. Neticede Allah ularni düşmanlar bilan va'dalashmagan bir joyda uchrashtirdi. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Romandan Urva ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Badrga yaqinlashgan chaqda Ali ibn Abu Talib, Said ibn Abu Waqqas, Zubayr ibn Avvam qatorliq bir qancha sahobalarni xabar egallash uchun oldin avatdi. Ular Said ibn Abbas radiyallohu anhuma jamoatiga tava bir bala ve Hujjaj jamoatiga tava bir baladan iborat Qurayshning suvchilarini tutib olib, u ikki balani Payg'ambar alayhisalomning qishiq elib keldi. Ular kelganda Payg'ambar alayhisalom namoz o'qiyotdi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari ulardan sizlar kimning suvchilari bo'lasizlar deb so'rashga boshladi. U ikkisi biz Qurayshning suvchilari, bizni ular suv ilib kelishga avatdi dedi. Sahobalar u ikkisining bu so'zini yoqtirmadi. Ular u ikkisining Abu Sufyanning odamlari bo'lib chiqishini umid qilatdi. Shunga ular u ikkisini urdi. Ular u ikkisiga tahdid silivdi. U ikkisi biz Abu Sufyanning odamlari dedi. Shuning bilan ular u ikki balaga tegmidi. Payg'ambar alayhisalom namozning ruku sajdalarini tugitib salom bergandan keyin u ikkisi sizlarga rost gap qilsa, sizlar ularni urdinglar. Ular sizlarga yolg'on so'zlasa, sizlar ularga tegmidinglar.
Allah'ın namı bilen qasamki o ikkisi rast sözlegen idi. O ikkisi hakikaten Qurayshning suvchilaridir dedi. O ikkisiga qarab, "Manga Qurayshlarning ahvoli to'g'riliq xabar beringlar" dedi. O ikkisi ular sen ko'rib turayotgan o döngning oqisiga vodining Medinaga yiroq tarafiga o'rinlashdi dedi. Payg'ambar alayhisalom o ikkisiga Qurayshlarning soni qanchalik dedi. O ikkisi ularning soni jiq dedi. Payg'ambar alayhisalom ularning qurol yaroqlari qandaqroq dedi. O ikkisi bilmaymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom ular kuniga qancha to'yga o'ltirdi dedi. O ikkisi bir kuni 9 ni, bir kuni 10 ni o'ltirdi dedi. Payg'ambar alayhisalom Qurayshlarning soni 900 dan 1000gacha orliqda ekan dedi. Ondan o ikkisiga Qurayshlarning 100 obro'li kishilaridan ularning ichida kimlar bor dedi. O ikkisi ularning ichida Utba ibn Rabi, Shayba ibn Rabi, Abul Muhtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizam, Nawfal ibn Huwaylid, Haris ibn Amir, Ta'ima ibn Adi, Nazir ibn Haris, Zam'a ibn Aswad, Abu Jahil ibn Hisham, Umayya ibn Halaf, Hujjajning ikki o'g'li Nabih va Munabbah, Suhayl ibn Amr va Amr ibn Abduvud qatorliqlar bor dedi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga burilib, "Mana bular Makkani idora qilguvchilardir. Ular haqiqatan sizlarga Makkaning g'azinalarini elib keldi" dedi. Allohning bunda qilishi halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun edi. Muhammad ibn Ishaq bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni Allohning bunda qilishi kafir bo'ladiganlarning va'z nasihatni va dalil pokitni oshkor ko'rib, ondan kafir bo'lishi. İman etadiganlarning mu va'z nasihatni va dalil pokitni ochiq oshkor ko'rib, ondan iymon etish uchundir. Bu nihoyat yaxshi berilgan tafsirdir. Uning tafsiloti mundaq bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam berish, haq dinini botil dinning ustidan g'alabaga erishtirish uchun haqiqatning oshkori bo'lishi, dalil pokitning keskin va ro'shan bo'lishi, dalil pokitga qarata hech kimning gumoni qolmasligi uchun Allah haqiqatan dushmaninglar bilan uchrashishni va'dalashmagan bir o'rinda uchrashtirdi. Shu vaqtda kufrliqni oshkori ko'rgandan keyin ondan uni yanala davomlashtirdi. Chunki uningga dalil pokit ko'rsatilgandan keyin ularga o'zlarining tuyuq yo'lda ekanligi ma'lum bo'ldi. Iymon etadiganlarmu dalil pokitni oshkor ko'rgandan keyin ondan iymon etadi. Iymon dillarni terildirguchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan terildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam. Aisha radhiyallohu anha o'ziga chaplangan bo'hton haqida mundaq deydi. Mening haqqimda bo'hton to'qiganlar halok bo'ldi. Allah bendilerinin sözlerini elbette anlap turgucudur. Yani sizlerning duayınlarını, yalvuruşunlarını ve yardım tilişinlarını bilip turgucudur. Niyetlerini bilip turgucudur. Yani sizlerning ahvalınla haq bilen karşılaşqıcı kafirlardan ibaret düşmanınlarının üstüden galba kılıdığanlıqınlarını bilip turgucudur. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure El-Enfal tefsiriden 42. ayet kıçı anladınlar. Ahirini keyin qitinliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh.
Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.